Salom aziz do'stlar. Bugun men sizlar bilan nafaqat O'zbekistonning har bir fuqarosi uchun, balki oilangiz, farzandlaringiz va yaqinlaringiz uchun ham juda muhim bo'lgan, kechiktirib bo'lmaydigan bir masalani muhokama qilmoqchiman. Bu shunchaki bir tavsiya emas, balki hozirda amalga oshirishingiz shart bo'lgan bir qator harakatlar haqida ogohlantirishdir. Agar hozir men aytadigan narsalarga e'tibor bermasangiz, ertaga jiddiy muammolarga duch kelishingiz mumkin. Bu muammolar oddiy noqulayliklardan tortib, huquqiy va moliyaviy oqibatlarga qadar keng ko'lamli bo'lishi mumkin. Shuning uchun bu videoni oxirigacha diqqat bilan tomosha qiling. Hozirgi kunda ahvol juda jiddiy va eng asosiysi, kanalimga obuna bo'lishni va bu videoga like bosishni unutmang. Chunki bu ma'lumot qanchalik ko'p odamga yetsa, shuncha yaxshi bo'ladi. Oldin qanday edi va hozir nima o'zgardi? Azizlar, yodingizda bo'lsa, bundan bir necha yillar oldin bizning shaxsiy hujjatlarimiz, propiska tizimi, turli davlat xizmatlari ancha sodda va ba'zan ochiqchasiga aytganda eskirgan usullarda yoritilar edi. O'sha paytlarda bizda eski namunadagi ko'k rangli, ba'zilarimizning qadrdon pasportlarimiz bor edi. Bu pasportlar asosan qog'oz shaklida bo'lib, ular haqidagi ma'lumotlar turli idoralarning alohida ko'pincha elektron bo'lmagan arxivlarida saqlanar edi. Masalan, biror ma'lumotni tekshirish uchun siz bir idoradan qog'oz so'rab, uni boshqa idoraga olib borishingiz, navbatlarda turishingiz kerak edi. Propiska masalasi ham shunday edi. Agar siz biron joydan boshqa joyga ko'chib o'tsangiz, eski yashash joyingizdagi ma'lumotlar bilan yangi yashash joyingizdagi ma'lumotlar o'rtasida katta uzilishlar bo'lishi mumkin edi. Ba'zida bu kichik nomuvofiqliklarga hech kim e'tibor bermasdi. Chunki tizim hali to'liq raqamlashtirilmagan edi. Ammo hozir vaziyat butunlay o'zgardi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining tegishli farmonlari va qarorlariga muvofiq davlat xizmatlari to'liq raqamlashtirilmoqda. Eski pasportlar o'rniga biometrik pasportlar va nihoyat ID kartalar joriy etildi. Bu ID kartalar shunchaki bir hujjat emas, balki butun mamlakat bo'ylab barcha davlat xizmatlariga, bank operatsiyalariga, hatto oddiy sog'liqni saqlash muassasalariga kirish uchun kalit vazifasini o'taydi. Endi sizning har bir ma'lumotingiz yagona elektron bazada saqlanadi. Yashash manzilingiz, oilaviy holatingiz, ismingizdagi o'zgarishlar, hattoki jinoiy yoki ma'muriy javobgarlikka tortilganingiz ham ushbu yagona tizimda aks etadi. Bu degani, endi tizimda kichik bir xatolik yoki nomuvofiqlik bo'lsa, u darhol aniqlanadi va katta muammolarga sabab bo'ladi. Ilgari e'tibor berilmagan detallar endi katta oqibatlarga olib kelishi mumkin. Shu sababli biz hozirgi vaziyatni va yangi tizimning ishlash tamoyillarini chuqur tushunib olishimiz kerak. Birinchi asosiy qism nimalarni bilish kerak? Kimlar xavotirlanishi kerak va kimlar yo'q hozirgi kunda har bir fuqaro bilish kerak bo'lgan eng muhim narsa bu sizning shaxsiy ma'lumotlaringizning davlatning yagona elektron ma'lumotlar bazasida to'g'ri aks etayotganligidir. Bu juda muhim, chunki endilikda deyarli barcha operatsiyalar, masalan, bank hisob varag'ini ochish, mol-mulk sotish yoki sotib olish, pensiya olish, ijtimoiy nafaqalar olish, hattoki oddiyroq bo'lgan mobil aloqa xizmatlaridan foydalanish ham shaxsiy ma'lumotlaringizning to'g'ri bo'lishini talab qiladi. Kimlar xavotirlanishi kerak? 1. Eski namunadagi pasport egalari. Agar siz hali ham eski, ko'k rangli pasportingiz bilan yurgan bo'lsangiz, demak, siz birinchi navbatda xavotirda bo'lishingiz kerak. Hatto sizning pasportingizning amal qilish muddati 2030 yilgacha deb ko'rsatilgan bo'lsa ham. Bu sizni muammolardan xalos etmaydi. Misol uchun, 75 yoshli Zuhra momo tasavvur qiling. U eski pasporti bilan pensiya kartasini olmoqchi bo'ladi, lekin bank tizimi uni qabul qilmaydi. Chunki banklar faqat biometrik ID kartalarni tan oladi. Yoki u davlat portalidan subsidiyaga ariza topshirmoqchi bo'ladi, lekin uning eski pasport ma'lumotlari yangi raqamli tizimda to'g'ri ishlamaydi. Natijada u nafaqasini olishda qiyinchiliklarga duch keladi va pasportini almashtirmaganligi uchun ma'muriy jarimaga tortilishi mumkin. Bu shunchaki bir misol, bunday holatlar soni juda ko'p. 2. Yashash joyini rasman ro'yxatdan o'tkazmagan fuqarolar, propiska. Agar siz bir joydan boshqa joyga ko'chib o'tgan bo'lsangiz, masalan, qishloqdan shaharga yoki bir viloyatdan boshqa viloyatga va o'z yashash joyingizni doimiy yoki vaqtinchalik propiska o'zgartirmagan bo'lsangiz, siz ham xavotirda bo'lishingiz kerak. Misol uchun, 35 yoshli Akmal Andijondan Toshkentga 5 yil oldin ko'chib kelgan. U Toshkentda ishlaydi. Soliqlarni to'laydi, lekin uning propiskasi hali ham Andijonda
u farzandini Toshkentdagi maktabga ro'yxatdan o'tkazmoqchi bo'ladi yoki mahalliy poliklinikada tibbiy xizmatlardan foydalanmoqchi bo'ladi. Lekin uning rasmiy yashash joyi boshqa joyda bo'lganligi sababli muammolarga duch keladi. Bunday holatlar jarimalarga va davlat xizmatlaridan foydalanishda katta kechikishlarga sabab bo'lishi mumkin. Hatto kommunal to'lovlarni to'lashda ham muammolar kelib chiqadi. Chunki tizim sizning real yashash manzilingizni bilmaydi. Oilaviy holati, familiyasi, ismi yoki boshqa shaxsiy ma'lumotlarni o'zgartirgan. Ammo hujjatlarni to'liq yangilamaganlar, agar siz turmushga chiqqan bo'lsangiz va familiyangizni o'zgartirgan bo'lsangiz yoki boshqa sabablarga ko'ra ismingiz yoki familiya o'zgargan bo'lsa-yu, lekin barcha hujjatlaringizni, pasport, bank hisobvaraqlari, mulk hujjatlari, avtomobil haydovchilik guvohnomasi va boshqalar shu o'zgarishlarga mos ravishda yangilamagan bo'lsangiz, siz ham muammolarga duch kelishingiz mumkin. Masalan, erim 40 yoshli Dilnoza turmushga chiqib, familiyasini o'zgartirdi. Yangi pasportini oldi, lekin bank hisobvarag'i ma'lumotlarini yoki kommunal xizmatlar shartnomalarini yangilashni unutdi. Endi uning to'lovlari noto'g'ri ro'yxatdan o'tadi. Yoki u bankdagi hisobvaraqqa kira olmaydi. Eng yomoni, u o'z nomiga rasmiylashtirilgan mol-mulkni sota olmaydi. Chunki ma'lumotlar bazasidagi familiyasi bilan amaldagi hujjatlardagi familiyasi mos kelmaydi. 4. Merosxo'rlik bilan bog'liq muammolar. Agar sizga meros qolgan mol-mulk bo'lsa, ammo uning egalik huquqini o'z nomiga to'liq rasmiylashtirmagan bo'lsangiz yoki bu rasmiylashtirishda eski ma'lumotlar saqlanib qolgan bo'lsa, bu ham muammolarga olib kelishi mumkin. Masalan, bobongizdan sizga qolgan kichik yer uchastkasini sotmoqchisiz, ammo kadastr hujjatlaridagi ma'lumotlar sizning hozirgi pasportingiz yoki ID kartangizdagi ma'lumotlarga to'liq mos kelmaydi. Bu esa savdo jarayonini cheksiz muddatga cho'zishi sizga nafaqat vaqtni, balki xaridorlarni yo'qotish xavfini ham keltirib chiqarishi mumkin. 5. Penfil bilan bog'liq muammolar. Sizning shaxsiy identifikatsiya raqamingiz barcha ma'lumotlaringizni bog'laydigan yagona kalit hisoblanadi. Agar penfilingizda yoki unga bog'liq ma'lumotlarda biror xatolik bo'lsa, bu ham jiddiy muammolarni keltirib chiqaradi. Kimlar xavotirlanishi shart emas. Agar sizda amaldagi biometrik ID karta bo'lsa, siz yaqinda davlat xizmatlari markazlari DXM yoki MyGov uz portali orqali o'z shaxsiy ma'lumotlaringizni tekshirgan bo'lsangiz va sizning barcha ma'lumotlaringiz manzil, oilaviy holat, ism, familiya va boshqalar tegishli muassasalarda yangilanganiga ishonch hosil qilgan bo'lsangiz, demak sizga xavotir olish shart emas. Siz har qanday davlat xizmatidan bemalol foydalanishingiz mumkin. Ikkinchi asosiy qism qoidalardan istisnolar, tuzoqlar va noaniq nuanslar aziz do'stlar, davlat tizimida doimo qoidalardan istisnolar. Ko'pchilik bilmaydigan tuzoqlar va turli noaniq nuanslar mavjud bo'ladi. Ularni bilish sizni ko'plab bosh og'riqlardan xalos etadi. 1. Muddati o'tgan pasportlar uchun jarima muddati va yashirin sanalar. Hukumat eski namunadagi pasportlarni ID kartalarga almashtirish bo'yicha aniq muddatlarni belgilagan. Masalan, 16 yoshga to'lgan fuqarolar yoki pasportining muddati o'tgan fuqarolar uchun belgilangan muddatlarda hujjatlarni almashtirish majburiydir. Agar muddat o'tgan bo'lsa, ma'muriy javobgarlikka tortilasiz, ya'ni jarima to'laysiz. Ammo ba'zida imtiyozli davrlar beriladi, masalan, pandemiya davrida yoki ayrim ijtimoiy toifalarga. Ko'pchilik bu imtiyozli davr o'tdi, endi hammasi joyida deb o'ylaydi. Ammo bu faqat jarimalar uchun berilgan muddat bo'lib, asosiy muammo hujjatning eskiligi va uning yangilanmaganligi baribir qolaveradi. Misol uchun, bir fuqaro eski pasportini 2022 yilgacha almashtirishi kerak edi. Ammo pandemiya tufayli 2023 yilgacha jarima to'lashdan ozod qilindi. U bu haqida eshitib xotirjam bo'ldi. Ammo u baribir eski pasport bilan yurganligi uchun, ya'ni hujjatini yangilamaganligi sababli unga bank xizmatlari ko'rsatilmaganda yoki notarial operatsiya rad etilganda u jiddiy muammoga duch keldi. Chunki bu imtiyozli davr faqatgina jarima uchun edi. Hujjatning haqiqiyligi uchun emas. 2. Elektron tizimning ustunligi. Ko'pchilik qog'oz hujjatim bor. Unda hammasi to'g'ri yozilgan. Demak, hammasi joyida deb o'ylaydi. Biroq bu mutlaqo noto'g'ri yondashuv. Bugungi kunda davlat xizmatlari, banklar, notarial idoralar va boshqa muassasalar hujjatlarni asosan elektron tizim orqali tekshiradi. Sizning qo'lingizdagi qog'oz hujjat amalda bo'lsa ham, agar uning ma'lumotlari yagona elektron bazada noto'g'ri aks etgan bo'lsa yoki umuman yo'q bo'lsa, sizga xizmat ko'rsatilmaydi. Misol uchun, sizning yer uchastkangizga oid kadastr hujjatlaringiz qog'ozda bor,
Ammo elektron bazada xato yoki nomuvofiqlik mavjud. Sizni mol-mulkni ro'yxatdan o'tkazish idorasida hujjatlaringizni qabul qilishdan bosh tortishadi. Chunki ularning tizimi qog'oz ma'lumot bilan emas, balki elektron ma'lumot bilan ishlaydi. Bu esa sizga katta vaqt yo'qotish va ortiqcha sarsonsizlik olib keladi. 3 bolalar hujjatlari va ota-onalar mas'uliyati. Yangi tug'ilgan chaqaloqlar uchun tug'ilganlik haqidagi guvohnoma olish, keyinchalik esa belgilangan yoshda, masalan, 16 yoshda ay-karta olish ham muhim. Ko'plab ota-onalar farzandlarining hujjatlarini kechiktirib olishadi. Bu esa kelajakda bolaning maktabga kirishi, tibbiy xizmatlardan foydalanishi yoki hattoki o'qishga kirishi bilan bog'liq muammolarni keltirib chiqarishi mumkin. Misol uchun, bir ota-ona 16 yoshga to'lgan farzandiga ID karta olishni unutib qo'yadi. Farzandi test sinovlarida qatnashmoqchi bo'lganda ro'yxatdan o'tishda muammolarga duch keladi. Chunki talab qilinadigan hujjat yo'q. Bu nafaqat bolaning kelajagiga ta'sir qiladi, balki ota-onaga ham jarima solinishi mumkin. 4. Chet eldagi fuqarolar uchun maxsus tartiblar. Agar siz chet elda yashayotgan yoki ishlayotgan bo'lsangiz, O'zbekistonning chet eldagi konsullik muassasalari orqali shaxsiy hujjatlaringizni yangilash imkoniyatlari mavjud. Ko'pchilik bu haqida bilmaydi yoki e'tiborsizlik qiladi. Bu esa ularning O'zbekistondagi mulkiga, bank hisoblariga yoki pensiya masalalariga ta'sir qiladi. Masalan, Rossiyada ishlaydigan bir fuqaro eski pasporti bilan O'zbekistondagi bank hisobiga pul o'tkazmoqchi bo'ladi. Bank yangi ID karta talab qiladi. U konsullik orqali bu ishni hal qilishi mumkinligini bilmaganligi uchun qimmat va uzoq safarga chiqib O'zbekistonga qaytishga majbur bo'ladi. 5. Kichik xatolar, katta muammolar. Hatto familiyangizda birgina harfning noto'g'ri yozilishi ham, masalan, Aliyev o'rniga Aliyev deb yozilishi yoki yashash manzilingizda birgina raqamning xato ketishi turli ma'lumotlar bazalari o'rtasida katta nomuvofiqliklarni keltirib chiqarishi mumkin. Bu esa sizning barcha xizmatlardan foydalanishingizga to'sqinlik qiladi. Misol uchun, sizning tug'ilganlik guvohnomangizda ismingiz Jasur deb yozilgan, ammo ID kartangizda Jasur bo'lib qolgan. Kichik xatodek tuyulishi mumkin, ammo bu tufayli siz mol-mulkni rasmiylashtira olmaysiz. Chunki kadastr ma'lumotlar bazasida siz Jasur bo'lib chiqsangiz, ID karta sizni Jasur deb ko'rsatadi. Bu esa sizdan qo'shimcha hujjatlar yig'ishni, sudga murojaat qilishni yoki ma'lumotlarni tuzatish uchun ko'p vaqt va kuch sarflashni talab qiladi. Amaliy maslahatlar: fuqaro nima qilishi kerak? Yuqorida aytib o'tgan barcha muammolardan qochish uchun, azizlarim, siz hoziroq aniq qadamlar tashlashingiz kerak. Quyida men sizga batafsil yo'l yo'riqlar beraman. Shaxsiy hujjatlaringizning holatini tekshiring. Birinchi navbatda o'zingizning va oila a'zolaringizning shaxsiy pasporti yoki ID kartasining amal qilish muddatini tekshiring. Agar sizda eski namunadagi pasport bo'lsa, uni zudlik bilan yangi biometrik ID kartaga almashtirish zarur. Yangi ID kartalar ham o'zining amal qilish muddatiga ega. Ularning muddatlari tugashiga 6 oy qolganda yangilashni boshlash tavsiya etiladi. 17 yoshga to'lgan farzandlaringiz bor bo'lsa, ularning ID kartasini o'z vaqtida olish chorasini ko'ring. Belgilangan muddatlar o'tgan bo'lsa, kechikkanlik uchun jarima solinishi mumkin. Agar siz chet elda yashayotgan bo'lsangiz, O'zbekistonning yaqin atrofdagi elchixonasi yoki konsulligiga murojaat qilib, o'z hujjatlaringizni yangilash imkoniyatlari haqida ma'lumot oling. 2. Davlat xizmatlari markaziga DXM murojaat qiling. Hujjatlarni almashtirish yoki ma'lumotlarni tekshirish uchun eng qulay va ishonchli joy bu davlat xizmatlari markazlari, DXM. Siz o'zingizning yashash joyingizdagi istalgan DXM ga murojaat qilishingiz mumkin. U yerga borib, shaxsiy ma'lumotlaringizning davlat yagona axborot tizimida to'g'ri aks etayotganligini tekshirishni so'rang. Ayniqsa yashash manzilingiz, propiska, familiyangiz, ismingiz va otangiz ismidagi FIO o'zgarishlarga e'tibor qarating. Agar biron bir xatolik yoki nomuvofiqlik aniqlansa, darhol uni tuzatish choralarini ko'ring. DXM xodimlari sizga bu borada to'liq yordam berishga majbur. 3. MyGov.uz portalidan foydalaning. Agar sizda elektron raqamli imzo yer bo'lsa, MyGov.uz O'zbekiston Respublikasi yagona interaktiv davlat xizmatlari portaliga kiring. Bu yerda siz ko'plab davlat xizmatlaridan onlayn tarzda foydalanishingiz va o'z shaxsiy ma'lumotlaringizni tekshirishingiz mumkin. Portalga kirib, mening ma'lumotlarim bo'limiga o'ting. Bu yerda sizning pasport ma'lumotlaringiz, pinflingiz, propiska ma'lumotlaringiz, avtomobil ma'lumotlaringiz,
hatto sizning nomingizda mavjud bo'lgan mol-mulk haqidagi ma'lumotlar ham aks etgan bo'lishi kerak. Bularning hammasini diqqat bilan ko'zdan kechiring. Agar MyGov.uz portalida 1.11 noto'g'ri ma'lumot topsangiz, portalning o'zida yoki DXM orqali bu xatoliklarni tuzatish bo'yicha ariza yuborishingiz mumkin. Kerakli hujjatlarni to'plang. Hujjatlarni yangilash yoki ma'lumotlarni tuzatish uchun sizga bir qator hujjatlar kerak bo'ladi. Ular quyidagilar bo'lishi mumkin. Eski pasport yoki amaldagi ID karta, tug'ilganlik haqidagi guvohnoma ayniqsa, agar sizning ismingizda xato bo'lsa, nikoh guvohnomasi yoki nikohni bekor qilish haqidagi guvohnoma, agar oilaviy holatingiz o'zgargan bo'lsa, harbiy guvohnoma erkaklar uchun. Ochiq 4 cm o'lchamdagi rangli fotosuratlar. Ko'p hollarda DXMda joyida rasmga olishadi. Lekin ehtiyot shart bo'lishi kerak. Davlat boji to'langanligi haqidagi kvitansiya aynan ID karta olishda belgilangan miqdorda boj to'lanadi. Agar siz mol-mulk bilan bog'liq muammolarni hal qilmoqchi bo'lsangiz, kadastr hujjatlari, yerga egalik huquqini tasdiqlovchi hujjatlar ham kerak bo'ladi. Hujjatlarning asl nusxalari va ularning nusxalari ham talab qilinishi mumkin. Oldindan DXM bilan bog'lanib, aniq qaysi hujjatlar kerakligini bilib olishingiz maqsadga muvofiq. 5 qanday ariza yozish kerak ko'p hollarda. DXMga bo'lganda sizga tayyor ariza blankalar beriladi va ularni to'ldirishda yordam berishadi. Sizdan talab qilinadigan narsa bu o'z ma'lumotlaringizni aniq va to'g'ri kiritish. Agar sizning holatingiz standart bo'lmasa, masalan, ma'lumotlar bazasidagi jiddiy xato tufayli sizdan qo'shimcha tushuntirish xati yoki ariza yozish so'ralishi mumkin. Bunday hollarda muammoning mohiyatini aniq bayon qiling va u qanday yuzaga kelganini qisqacha izohlang. Misol uchun, mening pasportimda familiyam Ahmedov deb yozilgan, ammo kadastr ma'lumotlar bazasida Ahmedov deb xato kiritilgan. Ushbu nomuvofiqlikni tuzatishingizni so'rayman. Murojaatingizni kuzatib boring. Hujjatlarni topshirganingizdan keyin shunchaki kutib o'tirmang. Sizga berilgan kvitansiya yoki ariza raqami orqali murojaatingizning holatini MyGov.uz portalida yoki DXMda bevosita so'rab bilib turing. Agar belgilangan muddat ichida javob olmasangiz yoki muammo hal etilmasa, yuqori turuvchi tashkilotlarga, masalan, O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligiga yoki xalq qabulxonalariga murojaat qilishdan tortinmang. Xulosa va yakuniy chaqiruv aziz fuqarolar. Bugungi videomizda ko'rib turganingizdek, shaxsiy ma'lumotlarimizning davlatning yagona elektron tizimida to'g'ri va aniq aks etishi nafaqat byurokratik bir talab, balki bizning kundalik hayotimizdagi ko'plab operatsiyalar, huquqlarimizni amalga oshirish va hatto moliyaviy barqarorligimiz uchun ham juda muhim ahamiyatga ega. Eski odatlar va mayli keyinroq qilarman degan yondashuv endi ishlamaydi. Raqamlashtirish bizdan tezkorlik, aniqlik va mas'uliyat talab qilmoqda. Shuning uchun men sizlardan ushbu videoda berilgan tavsiyalarni zudlik bilan amalga oshirishingizni so'rayman. Hozirda bu masalaga e'tibor bermaslik ertaga jiddiy huquqiy, moliyaviy va ijtimoiy muammolarga olib kelishi mumkin. Hech kim muammoga duch kelishni xohlamaydi, shunday emasmi? Va esda tuting, davlat xizmatlari tizimining raqamlashtirilishi sizning hayotingizni yengillashtirishga qaratilgan, shunchaki undan to'g'ri foydalanishni bilish kerak. Umid qilamanki, bu video sizga foydali bo'ldi. Sizningcha yana qaysi masalalarga e'tibor berish kerak? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Shu bilan birga bu videoga like bosishni va kanalimga obuna bo'lishni unutmang. Bu ma'lumot imkon qadar ko'proq insonlarga yetib borishi juda muhim. O'zingizni va yaqinlaringizni asrang. Keyingi videolarda ko'rishguncha.